Assalomu alaykum mehribonlarim. Bugun sizlar bilan birgalikda o'zbekona alfredo taomini tayyorlaymiz. Shunaqangi yumshoqqina pishadi, tez tayyor bo'ladi. To'g'lari yumshoq pishadi, sirlari erib, og'izda eriydigan taom bo'ladi. Buning uchun bizga ozginagina sariyog' solamiz. Tovuq solamiz. Tovuqlarimiz ustiga ozgina tuz, murch solamiz. Orada makaronga suv qaynatamiz. Makaronimizni suviga ozginagina tuz, o'simlik yog'i solamiz. Qaynatib qo'yamiz. Qovurilgan, qizargan tovuqlarimizni alohida idishga olib, bitta piyoz, 2-3 ta chesnoni solib qizartirib olamiz. Qizargandan keyin boyagi tovuq filelarimizni solamiz. Yarim stakan sut solamiz. Xohlasangiz smetana solsanglar ham bo'ladi. Sir solamiz. Makaronlarimiz qaynab chiqqandan keyin sovuq suvga chayvoramiz, chunki makaronlarimiz ajralib turadi. 10 minutga dimlab qo'yamiz. Yoqimli ishtaha.